Xorazmda ushlangan 14 yoshli tungi kapalak bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berildi azizlar. Videorolikni oxirigacha tomosha qiling. Avvalroq Xorazm viloyatining Urganch shahridagi tungi klublardan birining rahbari voyaga yetmagan 14 yoshli qizni klubda raqqosalik bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yib berayotgani aniqlangandi. Mazkur holat yuzasidan Xorazm viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi qo'shimcha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 16-aprel kuni Urganch shahrida yashovchi 2011-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qiz tungi klubda raqqosalik qilayotgani aniqlanib, tegishli tashkilot vakillari tomonidan voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan. Ushbu holat vakolatli tashkilot vakillari hamkorligida o'rganilganida Urganch shahridagi 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-sinfida o'qigan qiz ota-onasining arizasiga ko'ra 2024-yil 24-noyabrda Xorazm viloyati bolalar masalalari bo'yicha Urganch shahar komissiyasining 162-sonli qarori va ushbu qaror asosida 2024-yil 3-dekabrdagi maktab buyrug'i bilan o'quvchilar safidan chiqarilgani ma'lum bo'lgan. Voyaga yetmagan qiz ota-onasi bilan uzoq muddat doimiy yashash maqsadida 2024-yil dekabr oyida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga amaldagi tartib bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirib chiqib ketgani, joriy yil fevral oyida O'zbekistonga qaytib kelgani, biroq ota-onasi yoki tegishli tashkilotlar tomonidan bu bo'yicha maktabga xabar berilmagani aniqlangan. Ushbu o'quvchi bugungi kunda viloyatdagi hech bir maktab ro'yxatida qayd qilinmagan. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda o'rganish ishlari davom ettirilmoqda deyilgan xabarda.